Ko'rinar ko'rinmas trendda. O'lsa shu trend. Mani boshimni buncha joyga hali hayotda tiqmagandim. Mani boshim bunchalik orzu qilmagandi, shuncha joyga kirib chiqaman deb. Bitta qiz emchiga ko'rinib qolsa ham kallam chiqib kelyapti, bilay. Kimdir qizi bilan sevishgan yigit bitta ko'tarib turib bitta aylantirsa, qiz yubkasi sal ko'tarilib qolsa, mani kallam chiqib kelyapti, bilay. Bu yoqda qarasa, haligi hamma joyda mani kallam, uyalib ketdim, o'sha. Yana kamiga o'sha kuni pidaras kal bo'lgan ekan menda. Hatto bir chochim bo'lmagan ekan o'sha kun. Shuncha million odam ko'rishini bilganimda sochlarini sal prichoska qilib turib, keyin ko'rinar ko'rinmas dirdim. U yoqda bila bir fantamas Johnny Sinsga o'xshaymanda, anu Six'da chiqadigan bitta kishi bor. Johnny Sinsmi degan. Adashmadimmi? Yoshlar yaxshiroq biladi. Johnny Sinsmi degan bitta aka bor. Bir qarasang doktor bo'ladi u kishi. Bir qarasang anu santexnik bo'ladi, bir qarasang. O'sha kishiga o'xshab qolganman-da hali joyda. Ko'rinar ko'rinmas. Kim zeriksa, bironta video olib turib, az kalasa qo'yib, shuni qo'yar deyapti. O'zi choyxonada o'tirib, osh yeydi, bugun post qo'yishim kerak. Erindim, ijod ham qilmayman. Nima qilamiz? O'ng qo'liga aytsa, o'ng qo'li ham az dalboy bor deyapti. Ya'ni kallasi bor deydi. 2 sekund ko'rinar ko'rinmas. Shuni deydi, menmi deydi, qiz deydi, ag'dar sakrayotgan joyda deydi. Tursikin rangi ya ko'rinar ko'rinmas. Shunga deydi, shuni montaj qilib oling desam, osh yedim, o'zing qilib shuni qo'yib, majub ketdi hamma joy.